Liu Bei nimishqa bekadan bekaga Shuzhou'ni, ya'ni mag'lub bo'lgan Liu Beiga berib o'tishni xohlaydi. Buning zot qanday sabab bor? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davom etgan. Uch parchalikni ko'rgan hamma do'stlar biladi. Liu Bei savsovni mag'lub bo'lib, Liu Beining panoh izlab kelgan vaqtda Liu Bei uni panohga oldi. Bu vaqtda Liu Bei uni panohga elish olmaslikdan ikkilangan. Uni olay desa bir yo'lbosni qo'tan boshlagan. Olmay desa o'zining dushmanini ko'paytirdi. Shu sababdan u Liu Bei'ni sepil ichiga kirib, panohga kirgandan keyin uni sinab boqmoqchi bo'lib, Shuzhou'ni o'tib berdi. Agar u Shuzhou'ni qabul qilsa, ya'ni boshqarishni huquqini olmoqchi bo'lsa, qabul qilmoqchi bo'lsa, demak uni oshko'z niyat qilgan odam. Mushu sababli Liu Bei o'ltirvasi bo'ladi, uni qasdvasi bo'ladi degan. Agar u olmagan taqdirda, demak Liu Bei'ga cho'ng ko'ngil qaz bo'ladi. Bundan keyingi vaqtlarda Liu Bei'ga yomonlik qilmaydi ham uning gapini anglaydi. Shu sababdan Liu Bei Shuzhou'ni unga o'tnib berib, uni sinab boqqan deyishdi. Agar sizin bu gaplarimni qo'shilsangiz, pastdagi kasallikga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnika, jamoatchilik faydasi bilan qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.